Salom do'stlar, sizlar bilan bugun videoda sizlar bilan qaysi pad diskada qilishni o'rganamiz. Unda bo'lmasa ketdi. Birinchi bo'lib bizga Google kerak bo'ladi. Google'ga kiramiz va qidiruvga Pure deb yozamiz. Mana shu birinchi chiqqaniga kiramiz. Pasrog'iga tushamiz. Mana shu yerda skachat degan joy chiqadi. Skachat appga bosamiz. Ruxsatlarni beramiz va yuklab olishini kutamiz. Va do'stlar, skachat qilib bo'lgandan keyin ilonni o'rnatamiz. Mana faylimiz tushdi. Pure'ga kiramiz. Va qidiruvga kirib PUBG Mobile KR deb yozamiz. Mana bu menda o'rnatilgan. Sizlar ham o'rnatib, ruxsatlarni berib o'ynayverasizlar. Unda bugungi videomiz tugadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.